Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, tinchmisizlar, omonmisizlar? Biz bugun Farg'ona viloyat Qo'qondamiz, Furqat tumanidamiz, Obodonda. Xo'p, bugungi ishimizni yakunladik. Sizlarga ozgina video obzor qilishlikka niyat qildim. Har doimgi fasolimizga biroz yangilik kiritgan holatda mana shu fasonni yakunladik, xudo xolasa. Judayam yarashimliligi, o'ziga xosligi bilan ajralib turadigan fasonimiz bo'ldi akalar. Bemalol tomosha qilishlar mumkin. Xonadoninglarga albatta yarashadi deb o'ylayman. Hali bu xonadonimizni kafel, travertin, sokil ishlari bo'lgandan keyin bu yana ham o'zini ko'rsatadi, xudo xolasa. Hozir ham ayni paytda ham yomon emas. Narxlarga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab 450 ming so'mdan o'rnatib beramiz. Metriga hisoblanadi. Material ustasi hamma yo'q ichida. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. 1 metr uchun 450 ming so'm. Materiallarni qalin, yaxshisini bez firmanikini ishlatyapmiz. Ko'ngil to'q qilib bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Telefon raqamlarimiz ekranda, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan xonadoninglarda ko'rishguncha deb qolamiz.